Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, kun xayrli bo'lsin barchangizga. Xabar berib borayotganimizdek, poytaxtimizda bolalar tibbiyotidagi innovatsion texnologiyalar mavzusida xalqaro forum o'z ishini davom ettirmoqda. Ushbu forum, aytishimiz kerak, bolalar milliy tibbiyot markazi tashkil topganning 5 yilligiga bag'ishlandi. 2020-yil davlatimiz rahbar tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur shifo maskani jahon standartlariga to'la javob beruvchi nafaqat O'zbekistondagi, balki mintaqadagi yetakchi markaz sanaladi. To'g'ri, o'tgan 5 yil bu tarix uchun juda qisqa fursatdir, lekin o'tgan mana shu qisqa vaqt davomida markazda juda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Bolalar kasalliklarining profilaktikasi, davolash, diagnostika, tashxis qo'yish bo'yicha juda ko'plab ishlar, davolash ishlari amalga oshirildi. 20 mingdan ziyod jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi va ularning 15 mingdan ziyodi yuqori texnologik amaliyotlar sanaladi. O'zbekistonda ilk bora deya aytilayotgan noyob jarrohlik amaliyotlari ham bolalarda aynan shu markazda tashkil etildi. O'tgan yil 2024-yilning aprel oyida ushbu markaz mintaqa mamlakatlari orasida birinchi bo'lib GCI xalqaro sertifikatga ega bo'ldi. Aynan bolalarda jigar transplantatsiyasi bu juda murakkab holat. Aynan shu markazda o'tgan yil tashkil etildi va bu yaqindagina mart oyida ikkinchi marta yana bolalarda jigar plantatsiyasi amaliyoti shu markazda o'tkazildi. Aytishimiz kerak, erishilgan yutuqlar juda ham ko'p. Bugungi xalqaro konferensiyani o'tkazishdan maqsad aynan 10 dan ziyod davlatlardan kelgan xalqaro ekspertlar bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish, klinikalardan kelgan sohaning yetuk professional mutaxassislar bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va kelgusidagi rejalarni tuzib olishdan iborat. Meni yonida suhbatdoshim bor, bolalar tibbiyot markazi rahbari Baxtiyor aka Umarov. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Umuman erishilgan yutuqlarga bugun xalqaro ekspertlar, shifokorlar nazar tashlayapti. Kelgusidagi rejalar ham tuzib olinyapti-da. Qanday bir mavzular bu yerda muhokama qilinyapti? Nima natijalar kutyapmiz? Birinchi navbatda e'tirof qilishimiz kerakki, mana O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimiga oxirgi 7-8 yilda ajratilgan pul mablag'lari, qilinayotgan e'tibor hamda bajarilgan ishni agar natijalarini ko'radigan bo'lsak, bu 10 yil oldin yoki 15 yil oldin biz talabalik davrimizda aqlimizga sig'magan darajada o'zgarishlar O'zbekiston tibbiyotida amalga oshirilyapti va hozirgi kunda mana bugun bolalar milliy tibbiyot markazini faoliyatini boshlaganiga 5 yillik yubiley nishonlayapmiz va qurilishiga ham hattoki 17-yilda hurmatli prezidentimiz tomonidan start berilgan, o'sha faoliyatlarni ilk boshlagan davrlarda qurilishga start berib, o'zlari ustida turib markazimizni qurganlar hamda markazimizni oldiga qo'ygan maqsadlari bor. Shu mani bolalarim, O'zbekiston bolalari hech qachon ovora bo'lib chet elga tibbiy yordam olaman deb chet elga ovora bo'lishmasin deb markazni barpo qilganlar va oldimizga talab qo'yganlarki, shu dunyo tibbiyoti darajasidagi yangi texnologiyalarni, yangi texnologik amaliyotlarni o'zlashtirasizlar va O'zbekiston farzandlariga buni tatbiq qilasizlar va bugungi kunga kelib markazimiz o'zini ijobiy natijalarini ko'rsatyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi 24-yilning o'zidayoq 6200 ga yaqin yuqori texnologik amaliyotlar bajarilgan. 100 ga yaqin xirurgik, 100 dan ortiq xirurgik amaliyotlar O'zbekistonda ilk marotaba amalga oshirilgan. Shular jumlasidan suyak ko'magi transplantatsiyasi bolalarda ilk marotaba, onkologik xastalangan bolachalarda jigar transplantatsiyasi O'zbekistonda amalga oshirilgan. Lekin bolalarda o'ziga xosligi bu virus etiologiyani sababi bo'lmaydi-da, avtoimmunni yoki boshqa tug'ma patologiyalarni natijasida jigar serozlangan bo'ladi. Biz nafaqat jigar transplantatsiyasini amalga oshirishimiz kerak, uni asosiy kasallik bilan ham kurashadigan darajada yuqori texnologik tekshiruv, yondashuv va amaliyotlarni bajarish imkoniyatlarimiz mavjud va men faxrlanib bugun mana hurmatli prezidentimiz amalga oshirgan loyihalari 50 yil emas, o'z natijasini hattoki 5 yilda beryapti deb biz faxrimizni nafaqat O'zbekiston olimlari bilan, balki xalqaro butun dunyodan kelgan Amerika, Germaniya, Yaponiya, Koreya, Turkiya, Xitoy va dunyoni o'sha 17 ga yaqin davlatlaridan 50 ga yaqin mutaxassislarimiz, dunyo xalqaro ekspertlar tashrif buyurgan. Mana shular bilan birgalikda O'zbekistonni oxirgi 7 yildagi 7-8 yil 2017-yil start berilgan bo'lsa, mana 8 yil bo'libdi start berilganiga qurilishiga. 8 yilda qurilib bitkazilib bugungi kunda O'zbekiston xalqiga shunchalik darajada xizmat qilayotgan tibbiyotga
asos solayotgan, tibbiyotga e'tibor qilayotgan hurmatli prezidentimizni islohotlarini xalqaro ekspertlar bilan ham bo'lishdik. Rahmat kattakon. Baxtiyor aka aytganlaridek, yaqin yillargacha ham rivojlangan davlatlarda amalga oshirilgan yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bugun O'zbekistonda o'zimizning shifokorlar tomonidan amalga oshirilyapti. Aynan bolalarda bu onkologik kasalliklar, gematologik kasalliklar deymiz. Bu bo'yicha ham yaxshigina tajribaga erishdi ushbu markaz. Markazni mutaxassislari bugun rivojlangan davlatlarda o'qib kelishyapti. Ana shunday mutaxassis yonimda turibdilar. Assalomu alaykum, o'zingizni Assalomu alaykum. Bolalar milliy tibbiyot markazi kardiologiya bo'limi boshlig'i Yusupov Alisher bo'laman. Aynan sizning yo'nalishingizda qanday ishlar qilindi va rejalar qanday oldindagi? Aynan oxirgi 5 yil davomida bizda davolashdan tashqari tashxislash yuqori darajaga ko'tarildi. Endi hozirgi kunda biz tug'ma yurak nuqsonini ona qonidayoq, homila paytidayoq aniqlash imkoniga egamiz. Va shu bilan birgalikda bu metodikani viloyatlarda ham keng tatbiq etmoqdamiz va yil sayin bu nuqsonni homiladorlik paytida aniqlash soni oshib bormoqda. Bu bizga bu bolalar tug'ilmasdanoq tayyorgarlik ko'rishimizga imkon yaratadi. Shu bilan birgalikda hozirgi kunda 4 yil oldin prezident qarori bilan 500 ta akluder va undan keyingi yil 1200 ta akluder davlat tomonidan sotib olib berilgan. Shuni oqibatida juda ham katta tajriba bizda yig'ildi. Juda ham ko'p bemorlarni operatsiya qildik. Tomir orqali hech qanaqa kesmalarsiz kecha aniqlangan bolani bugun yotqizib 4 kundan keyin uyga qo'yib yuborish, oyoqda chiqarib yuborish imkoniyati bor bizda hozirgi kunda. Shuning uchun 5 yil oldin juda katta navbat bo'lardi tug'ma yurak nuqsoni bilan bo'lgan bolalarda. Hozirgi kunda deyarli navbatlar qolmadi bu bo'yicha. Siz Koreyada o'qib kelgan ekansiz yaqindagina. Koreya amaliyoti qanaqa? O'zbekistonga shuni tatbiq qila olyapsizmi? Aynan mana shu oxirgi 5 yil ichida qilgan hamma amaliyotlarimizni deyarli hammasini Koreya Respublikasida 1 yil davomida o'qib o'rganib kelganmiz. Bu yerdan qaytib kelgandan keyin yana Turkiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya kabi davlatlarda yana malakamizni oshirib, aynan quyida qilinayotgan oxirgi litsen yutuqlaridan o'rganib, o'zimizda qo'llashga harakat qilmoqdamiz. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun va aytganimizdek, ushbu xalqaro konferensiyada 50 ga yaqin dunyoning mana-man degan klinikalardan shifokorlar, bolalar shifokorlari kelishgan. Ozarbayjonlik mehmonimiz yonimdalar. Assalomu alaykum. Bizim bu çocuklar hastanesi haqida biliyor musunuz? Siz. Elbette ben artık bura 3. gelişimdi. 2003 yıldan ben oraya dəvət olmuştum. O vaxtdan bu vaxta kadar ben burada çoxlu dostlarım var, əlaqələrim var. Birlikte işlerimiz çoxdur. Ümumiyyətlə bugün Balalar Milli Mərkəzin 5 illiyinə həsr olunmuş pediatrik təbabətdə innovativ texnologiyalar adlı kongresə dəvətə görə klinikanın direktoru Bəxtiyar Yatqaroviçə və bütün təşkilat komitəsinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ümumiyyətlə mən Özbəkistanda artıq 8 dəfədir. Regionlarda olmuşuq, biz çoxlu bir yerdə ustalıq dərslərində olmuşuq, əməliyyatlar icra etmişik. Ona görə bu region mənim üçün ikinci vətəndir. Yeni projektlər varmı? Əlbəttə, bu həm burayla, həm Səmərqəndlə, artıq mən Əndicandan dönürəm, orada da bizim müqavilələrimiz var, proyektlərimiz var. Eyni ilə bizim bu klinika ilə, Balalar Mərkəzi ilə təbii ki planlarımız var. Ümumiyyətlə 5 ildə kısa bir tarih olsa da balalar cerrahiyesinde çok inkişaf var. Evet. Yeni həkim qrupları yaranıbdır, yeni texnologiyaların tətbiq olunur, biz bunların şahidiyik. Hesab edirəm ki, biz bir yerdə çalışsaq, həm bizim üçün, həm milli mərkəz üçün faydalı işlər görərik. Hamkarlığımız nasıl geçiyor? Hər şey yüksək səviyyədədir. Kongresin bugün gedişi də yüksək səviyyədədir. Çoxlu ölkələrdən qonaqlar var. Çox məmnunuq və yeni bir şeylər eşidirik və klinikanı olan yeniliklər bizi çox məmnun eləyir. Beğendiniz? Təqdim eləyim özüm. Təqdim. Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq Cərrahlığı, Balalar Cərrahlığı Kafedrasının müdürü, Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının prezidenti, Azərbaycanın əməkdar həkimi Profesör Ramiz Şamiloğlu Poluxov. Teşekkürler. Ve aytishimiz kerak, bugün ushbu markazda o'tkazilayotgan yuksak jarrohlik amaliyotlarini xalqaro ekspertlar yuqori baholashyapti. O'zbekiston tibbiyotiga qaratilayotgan e'tibor aynan bolalar kasalliklarini profilaktikasi, davolash, tashxislash bo'yicha yangi usul, yangi texnologiyalarning joriy etilishi bo'yicha bugun xalqaro ekspertlar ham o'zlarining fikrlarini almashishyapti. Ana shu masalalar muhokama qilinyapti va rivojlangan davlatlar
bolalarning tibbiyotidagi yutuqlar bugun O'zbekistonga olib kelinyapti. Xalqaro konferensiyani, xalqaro forumni tashkil etishdan ko'zlangan maqsad shu. 17 ta davlatdan 50 dan ziyod xalqaro shifokorlar kelishgan, ular maslahat qilishyapti. O'zbekistonlik shifokorlar bilan hamkorlikni, aloqalarimizni yanada rivojlantirish bo'yicha muhokamalar markazini olib borishmoqda. Panel sessiyalarga bo'lingan holda ayni paytda ushbu forum o'z ishini davom ettirmoqda. Biz yana ma'lumot beramiz. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi.